Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana keyingi obyektimizni ham tugatish arafasida biz bugun kotelnikni terdik, Xudoning izni bilan. Bu kotelimizga suv filtrlarini juda ham zo'rdan qo'ydik. Ya'ni men desam bir 4 talikmi 5 talik bo'lib ketib qoldi-da. Sheduzda 1, 2, 3, 4. Keyin palyachaning obratkasiga ham bor 5, 6 ta filtr bo'ldi sheduzga. Qadrli obunachilar, toplab olishlarimizni yakunlab oldik. Endi nasib bo'lsa pustga mana shunday chiqdi. Mana shunday bo'ldi qadrli obunachilar. Ishimiz yoqqan bo'lsa, podpilsa knappkasini bosib qo'yasizlar.